To'g'risida. Seni aktiviy menga o'tib bo'lmaydi. Agar o'tib bo'lganda onasini ko'rtigasiga men 3 yildan beri oldin yuraman. O'sha aktiviy menga o'tib bolish kerak edi. Seni aktiviy menga o'tmaydi. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. To'g'risida mana xalq etsin. Seni aktiviy menga o'tib bo'lmaydi. Qara. Necha yoshga kirding? Endi kirdik-ku endi normal yoshga kirdik yani. Menga bo'lgan to'siqlar, menga bo'lgan mashaqqatlar senga bo'lmadi-da. Endi bo'lmasin ham. Seni qanday Bir nima? Ha. Do'st tanlashda adashma. Senga bitta narsa. Aziz. Yana aytaman. Yana paftor aytaman. Har bitta qilayotgan qadaming, har bitta bosib borayotgan izing tepadagi biza orzuyimizdagi cho'qqiga qarab olib borsin. Bunday pastga qarama. Tushunyapsan? Sen hojini aytdi, hoji nimaga hoji bilan qo'shding? Bugun sen ko'rmading. Menga padilicha qilishdi. Dubayga kecha ketaman degan paytim biza bonagidek hammamiz bo'ldik-ku. Efiriga kirsam bir nimadir deb. Endi bundayda Aziz, sen meni bilasan. Odam zotidan yovvoyi odamman. To'g'ri. Pizdes gapiryapti-da, endi juda menga xafa bo'ldim. Hojidan bugun ko'rdim. Yana bir ikkitasidan yomon xafa bo'ldim. Senga bo'lsa, sen ham qara, shoshma. Menga bo'lgani uchun sen tushunmayapsan, lekin senga ham shunday bo'lsa, qo'lingni shunday yuvib musorga otayding. Tushunyapsan? Yo'q, bu narsa to'g'ri, lekin biz yurishamiz. Qara, shoshma. Qara, shoshma. Seni oldinga bugun kelyapman, to'g'rimi? Yaxshi bir muomala qilib bir nima kimdir nimadir qara hayot bunday umrda ko'rmagan bir nima nimadir jalabboz kimdirni omini sikkan kimdir nimadir endi qarada qilmagan nimadir uchun senga birov gapirsa qanday bir onasiga alam bo'laveradimi? Конечно, qilmagan narsani birov aytsa g'ashing keladi. Hech narsa qilmaganman. Bugun ham efiriga shunday kirsam bir nimadir, kimdir nimadir. Endi qarada, sen bilan men tushunamiz bo'lmaganligini. Mana odamlar tushunmaydi-ku. Tushunyapsan? Har balodi yotdi efirda bo'lmagan. Qara, hoji bilan bir sanoqli 4 marta ko'rishganman. Busa uzog'i. Bir marta senda, bir marta Toshkentda, Farg'onada bir marta kelgan, bir marta oshda o'tirganmiz, 4 marta. Bir marta Qashqadaryoga kelgan, 5 marta. To'g'rimi? Shu 5-6 marta o'tirgansizlar-da. 6 marta, misol. Borsin 10 marta o'tirganmiz. Har balodi yotdi-da onasini sikka. Meni deydi do'stim. Meni deydi og'aynim, men deydi xohlagan gapim gapiraman. Sen kimsan onangni sikka? Meni bir nima deb gapirayotgan. Sen kimsan? Savol. Sen kimsan? Aziz.
Bo'g'lim, Sardor. Mazza qilib yasha. Meni xarakterim bunday. Rosa qiynalaman-ku, o'shanda bunday qarayman. Hayotimiz zo'r. Mana kiryapmiz, Xudoga shukr, rizqimizni ozmi ko'pmi beryapti-da. Oldingi hayotga qara. Onasini ko'ttigasiski oldin qanaqa bo'lib yurganmiz-u, hozir kimlar havas qilmaydi? Kallasiga ko'tarildi bo'yini. Yo'q, tushunmayapsan, aziz. Mayli, tushunyapman. Tushundim seni ham. Achchig'ing chiqyapti. Lekin gapirgan gapiraveradi. Sardor, sen agar odamlarni gapiga kiradigan bo'lganda sen Tushunmayapsan, qara, men kirma desang qaytib kirmayman. Seni, hojini tan olaman, qorinni efiriga kiraydim. Rainbow efiriga kiraman, to'rt kishi. Bilasan. Necha oy birga yashadik? 7 oylab, 6 oylab birga yashadik. 6 oy, yarim yil. O'rtada bola bo'lmadi, ajrashdik degan. Do'stim Sardor, o'yini ochiq bo'la. Kim nimasi desa, Jigarim shoshqirasiz. Jigarim menga qara. Paxta bir nima emas. Sen meni TikTokdagi era davr o'tgan eng sinalgan otim, eng sinalgan ishongan odamimsan. Do'stimsan. Prosta bitta narsa. O'sha unvon hojida ham bo'lgan. Hoji bo'lmagan gap. Qara, hoji bilan bir joyda o'tirib, birovni bir nima qilganmiz. Sardor, efirga kirsam, omsga. Astag'firulloh, onasini omigasiga shuni. O'rgim keladi-da. telefonni pachaqlayapman. Tavba qildim, Xudo o'zi kechirsin. Tushunayapsanmi sen? Bo'lmagan gapni odamlarga qarab, Sardor, deydi. Biza bunday yengil aytayotgan ism emasmiz. Tushunayapsanmi? Sen tushunyapsanmi? Yengil og'izda bunday gapirayotgan odam emasmiz. Sardor unday. Unayski shuni. Tavba qildim, telefon sindi. Xudoingni bos, o'zingni bos. O'zingni bos. Shunday bir yengil qaraydi, aziz. Bilat, hayron qolasan. Bugun ko'rdim, tushunyapsan? Seni boshingda bo'lmadi. Qara, Meni boshimda bo'lgan kun seni boshingda bo'lmasin. Bilaman. O'zim bilan to'xtab. Bilasan-ku, oldimda. Nima bo'ldi? Ayt, xalqqa ayt. 3 kunlab ovqat yemadi men. 3 kunlab ovqat yemadi. Lekin men har doim aytaman. Har doim. Sardorni bugün keladi meni ham. Men ochiq aytaman. Hasad emas, havas qilaman. Lekin bu o'tib o'tgan yo'llari og'ir. Mana men sizlarga aytay. Bu efirda 35 ming odam o'tiryapti demanglar. 35 ming odamni qanday qilib yig'ib, qanday qiyinchiliklarda, qanday holatlarda olib kelganini o'zi biladi. Men 1,5 ming odam o'tiradi efirimda. 1,5 ming odamni men qanday qilib to'plaganimni ham o'zim bilaman. Endi 35 ming odam haqida ketyapti gap. Gaplar buni yo'li o'ta qattiq qiyinchiliklar bilan bo'ldi. Shuning uchun gazini bossin. Osonliqcha kelmadi. Osonliqcha kelmadi bekka. Hech kim hasad qiladigan joyi yo'q, havas qilsin deb bo'ldi. Malades.
ur, любой, nima desa desin. Osonlikcha kelmading belki. Qanday qiyinchiliklar ko'rdi. Qanaqa odamlar miyasiga Turkiyada chechen bolalar olib chiqib miyalariga pistoletlar tiradi. Miyalariga pistoletlar tirib urdi buni. Qanaqa kunda ko'rmadi. Yana O'zbekistonda necha marta qamaldi. Yana mana sizlar nu tomonini ham hisoblanglar-da. Mana shu bola onasini, otasini ko'rolmay musofir bo'lib yuribdi. Musofir bo'lib yuribdi. Mana senga padarga ursalaring, mana non turibdi, men xursand bo'laman. Mana non dushab etyapman. Chunki bu musofirda yuribdi, shuni eslangdan chiqarmang. Men o'zimda uyimdaman. 50 dollar topsam ham maza qilib yashayman. 50 dollar pulga ham men maza qilib yashayman. Musofirda oson emas. Men o'zim Sardor bilan yashab ko'rdim. O'zim yashab ko'rdim o'sha yerda qanday pul ketishini men bildim. Shuning uchun hasad qilmanglar. Bu osonlikchada yurgan yo'q. Mana o'sha yerda turib ham kimgadir yordam beryapti. Qiynalganlarga yordam beryapti. Mana o'sha kuni ham 3 raundda 75 millionmi 60 million pul yig'ib berdik Ali bolaga. Farg'onalikka. Yusuflar men sizlarga aytay, qo'tag'imda ham qilmaydi. Qo'tag'imni kelsa men Yusufni men podpiska qilgan biror marta ehson qilganini ko'rmaganman mana shu bolalarni. Men ochiq aytay sizlarga. Biror marta ehson qilganini ko'rmaganman shu bolalarni. Lekin yomonmi yaxshimi mana shu bola daxoy odamga yordam etyapti. Musofirda yuribdi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz vatandoshimiz, agar men ham qo'limdan kelib ottirsam, uraman men kirib. O'zimdan kelib ottirsam, musofirda yuribdi, qiynalmasin shu bola degan maqsadda kirib men uraman. O'zini hurmat qilamanmi, qilmaymanmi? Bu vatandoshimiz, men hurmat o'sha. Qiynalmasin degan maqsadda kirib podishga qilaman. Malades, aytda yurib oson emas. Lekin podishkani to'xtatmanglar, qilinglar. Men O'zbekistondaman. 100 dollarga men bir oy yashab olaveraman. Ag'da qiyin. Bitta gastinsasini o'zi onasiniki gastinsasini o'zi 4000 dollar. 4000 dollar jalab. 4000 dollar gastinsasini o'zi. Aytda yemishi bor, yurishi bor, turishi bor. Bu ham qani hozir imkoniyati bo'lsa, onasini bag'rida yotmaydi. Kelib, onasiga erkalab, ukalarini quchoqlab mazaga yurmaydi. Lekin endi bicha vaziyatim bundayroq. Erkak kishini omati bilan hech qachon o'ynashmasligi kerak deydi-ku. Buni ham bir kun ketadi, boshidan baxt qushi qo'nadi. Endi mundayda nima uchun bizga o'sha bunga o'xshagan auditoriyani bermayapti? Biz unaqa qiyinchiliklarga tayyor emasmiz. Biz Sardor olgan qiyinchiliklarga tayyor emasmiz. Bu o'sha qiyinchiliklarga tayyor ekan. Shunga beryapti. Buni sinayapti. Desa Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun men aytyapman, nom dushab aytyapman. Sardorga padar ko'rsalar men xursand bo'laman. Agar men ham ottirsam, men ham uraman. Chunki bu musofirda yuribdi. Nechta odamimizga yordam qilyapti. Qo'ldan kelsa, xor qilmaslik, tamom. Yashash qiyin Dubayda. O'tda qiyin. Bitta joyga borib, men Dubayda o'rgandim. 2 qoshiq narsasiz 100-200 dollar bo'lib qoladi. 100-200 dollar. Yashasan o'zi to'rmi. Omadini bersin, yashasin. Yaxshi bo'la. Kim nima desa desin, ko'yni ochiq bo'la. Bu paxta maqta emas, men oldin ham aytganman. Bu paxta emas. Oldin ham aytganman. Aziz. Nechting yordam beryapti, mana shu bola. Nechting yordam beryapti jalab bilan. Bu tag'in degan debdi, qo'shningga bir to'g'on non bera olmaysan bilan. Chumo bilan. Nechta yordam berdi bilan. Hazil qilib men gapiraman. Nechta yordam berdi mana. Kecha kuni 60 million pul yig'di. Onangni sikkan otangdan so'rasang bermaydi 60 million. Onangni sikka biladi.
Otangni, onangni sikkan otangdan so'rasang bermaydi. Onang ko'tiga sikkay biladi. Mashib bo'lib bermasang hech kim ishlasa deyolmaydi. Ana Yusuflarga bor onangni sikkay, Yusuflar onangni ko'tiga sikkay bitta ihson qilmaydi birov. Bir dona ihson qilmaydi. Men ko'raman, pastdan kuzataman bilan. Soatlab kuzataman. Bu qilyapti bu bola ham, malades. Qo'lidan kelsa qizga ham kirib uryapti jalab. Uryapti, hammaga uryapti kirib. Ya ko'rdingmi, Sardor Yusuflar birortasiga ihson qilgan ko'rdingmi mana? Qilmaydi ular. Ha. Seni gapiringni men qabul qilib olishim uchun yarim yil ketadi. Malades, rahmat. To'g'risida biladi. Men kimdirlar, voy, bular Sardor pizziz uryapti, oy. Buni biladi, mehnati bor. Mana nimaga biz erisholmayapmiz Sardorning qilgan cho'qqiga? Biz tayyor emasmiz o'sha qiyinchiliklarga. Biz tayyor emasmiz. Biz tayyor emasmiz o'sha qiyinchiliklarga. O'shancha Xudoyim bermayapti. Sinov hozir bunda. Bu tayyor ekan, bunga ham u tomondan, ham bu tomondan sinayapmiz bolani. Ham u tomondan, ham bu tomondan sinayapti. Bizani maqsadimiz, bizani niyatimiz hamma tomonlama yaxshilikka, bizani izimizdan ergashgan insonlarni biza hech qachon jarga olib bormadik. Hech qachon chuqurlikka yetalamadik. Suiiste'mol qilmadik. Bizani orqamizdan, bizani izimizdan ergashgan odamlarni ishonchini suiiste'mol qilmadik. Hech qachon. Endi-chi bitta gap aytaman, senga aytaman. Hech qachon monetaga qandaydir birovlarni senga bo'lgan soxta bir padarkasiga o'zingni alishtirma. Sen men ko'rgan ochlikda, men ko'rgan 60 ta odam bilan efirda o'tirgan och azizsan, hali ham ko'zingimda. Shunday. Meni ko'zingimda. Bular seni endi taniyapti, bular seni endi ko'ryapti. Tushunayapsan? Hozir kim bo'lishing muhim emas. Kim bo'lib eganingni unutma. Sog' bo'l. Mayli.